Jigar qachon ko'rishamiz bo'lmadi. Turishini qaraga. Boshqacha lekin emotsiyalarni boshqa beradi, ana biri motivatsiya lekin real. Birinchi video qo'yganimda nima degan edim? Mana shu ko'rayotgan BMM bitta odamga sovg'a qo'raman, ya'ni hadya qo'raman degan edim. Keyin fikrim o'zgardi. Sotmoqchi bo'ldim. Hozirgi paytda birinchi fikrda qoldim. Ya'ni bitta obunachimga mana shu BMWni hadya qilmoqchiman. Tayyormisizlar? Kommentariyaga biz tayyormiz. Mayli, men uchun like bosmasanglar ham, komment yozmasanglar ham, mana shu uchun yozinglar. Agar tayyor bo'lsanglar, biz полностью подготовкаlarni qilamiz. Bitta insonga mana shu BMWni sovg'a qilib yuboramiz. Bitta arzon qilib beraman, keling. Karbon. Diskalari full karbon. 850 ta ot kuchi. O'rtoqlar. Orzulargacha qolmaydi. Yurak urib tursa bas. Давайте. Aktiv ko'rsatadigan vaqt keldi. Sog' bo'linglar.